Agar men uy qurib sotuvchi developer kompaniya egasi bo'lganimda, hozir ko'pchilik qilayotganga o'xshab zapusk orqali sotmasdim. Bilasizmi? Zapuskda nimalar beriladi? Uy joylashgan lokatsiya, kvadrat metrga bo'lgan narxlar va qanaqadir bonuslar va 3-4 boshqacha qulayliklar. Bu joyda brend umuman ishtirok etmayapti. Xaridor sizning uylaringizni boshqalariga qaraganda qimmatroq va tezroq sotib olishlikka shoshilishligi uchun sizning brendingiz kuchli bo'lishi kerak. Sizning brendingiz kuchli bo'lsa, mana shunaqa joyda zapusk qilishingizga hojat qolmaydi. Siz o'z brendingizni xaridor uchun eng yaxshi tanlov ekanligini isbotlab beradigan yechimlarni qo'lga kiritishga shoshiling. Bu instrumentlar ko'p bo'lishi mumkin, lekin bu tezlik, sifat degani emas. Sizning brendingizni xaridorga tanishtirib beradigan instrumentlar soni albatta juda ko'p. Bu instrumentlarning hammasini siz baravariga yoki birin-ketin amalga oshirishingiz, muhimi brendingiz kuchini oshirishingiz kerak. Toki xaridor uy qidirganida kvadrat metrlarning narxini, lokatsiyasini gina emas, brendlarni solishtirsin va o'sha brendlar g'olib chiqadigan joyda sizning brendingiz ham bo'lsin. Chunki bunaqa brendlar ko'p emas. Ko'z oldingizga keltiring, BI Group, Murad Buildings, balki Xonsaroy kabi yirik brendlar mana shular jumlasidan. Siz ham bular qatoriga qo'shilishingiz uchun Marjonni instrument sifatida ishlatishni men tavsiya qilgan bo'lardim. Marjon sizga shahar ko'chalarida yuzlab brendlangan mashinalaringiz yurishini ta'minlab beradi. Xaridor yuzlab brendlangan mashinalari bor kompaniyani mana shunaqa Murad Buildings, BI Group kabi yirik kompaniya sifatida qabul qilishni boshlaydi. Bu esa sizning brendingizning kuchini oshiradi, uylaringizning narxini qimmatroq, balandroq sotishingizga va tezroq sotishingizga va hamma qatori zapusk qilib o'tirmasdan sotishingizga imkoniyat yaratib beradi.